Odina To'xtasinova haqida fikringiz, qo'lingizni bering. Odina To'xtasinova bitta yagona. Qatnoqroq gapiring. Odina To'xtasinova bitta va yagona. Yagona? Bo'ldi. Uxlang. Mana qarang. Odina To'xtasinova haqida fikringiz. Bilaman. Zo'r aktrisa, chiroyli qiz, zo'r o'ynaydi. Kinolarni. Sizga yoqadimi? Yaxshi qiz. Aqlli, dono qiz. Ha? Odina To'xtasinova haqida fikringiz. Voy, uni gapirsa yuzlarimga chehralar, kulgilar keladi. Oddiymi? Oddiy vashi zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Oddiyga Odina To'xtasinova haqida fikringiz. Odina To'xtasinova это очень красивая девушка и самая симпатичная. Assalomu alaykum. Haqida 3 ta chiroyli qilib so'z aytib bering. Men tanimasimdan oldin ham juda yaxshi ko'rardim. Oq ko'ngil, ko'ngli ochiq insonlar. Samimiylar.